Davom etamiz. O'rta Chirchiq tumani Aranshi mahallasidagi mavjud muammolarga yechim topilmoqda. Xususan, yo'llar va elektr ta'minotidagi kamchiliklar kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida bosqichma-bosqich bartaraf etilyapti. Mahalladagi 6 ta ko'chada obodonlashtirish va infratuzilmani yaxshilash ishlari amalga oshirildi. Bu esa aholining kundalik turmush sharoitini yaxshilash va mahallani yanada obod maskanga aylantirishga xizmat qilmoqda. O'rta Chirchiq tumanining Aranshi mahallasida yo'l va elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar mavjud edi. Ayniqsa ayrim ko'chalardagi yo'llarning ta'mirtalab holati hamda elektr tarmoqlaridagi kamchiliklar aholiga noqulaylik tug'dirib kelgan. Shu vaqtga qadar o'z yechimini kutib kelgan mazkur muammolar bugun kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida bosqichma-bosqich bartaraf etilmoqda. Xususan, mahalladagi 6 ta ko'chada obodonlashtirish va infratuzilmani yaxshilash ishlari amalga oshirilib, aholi uchun yanada qulay sharoit yaratildi. Mahallamizda 2256 nafar fuqaro yashaydi. 605 ta oila, 569 ta xonadonimiz bor. Mahallamizga 3 kilometr 800 metr yangi asfalt yotqizildi. Eskirgan simyog'ochlar o'rniga 307 ta beton ustunlar o'rnatildi hamda ularga 20 kilometr uzunlikdagi sip kabellarimiz tortildi. Mahallamiz ko'rib turibsiz, asfaltlashdi. Yangi stolbalar keldi, mana o'rnatildi. Hadimay qolgan bir ikkita qolib ketgan joylarimiz ham bo'lyapti. Bolalar maza qilyapti, hammasi velosiped minadi. Amalga oshirilayotgan bu kabi bunyodkorlik ishlari nafaqat mahalla ko'chalarining obodligini ta'minlamoqda, balki aholining kundalik turmush sharoitini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda.